2026-yilda bo'lib o'tadigan milliy sertifikat imtihonlari ko'pchilik kutmagan sanalarda bo'lib o'tadi. Imtihon uchun to'lov narxini videoning oxirida aytaman. Ungacha siz obuna bo'lib qo'ying. Biologiya imtihonlari haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi imtihon 17-18 yanvar kuni bo'lib o'tadi va bu imtihon uchun ro'yxatdan o'tish 26-dekabr kunigacha bo'lib o'tadi va u uchun to'lov esa 27-dekabrgacha amal qiladi. Agar yanvar oyida ulgurmasangiz yoki past natija olsangiz, 28-29 mart kunlari ikkinchi marta imtihon bo'lib o'tadi. Ushbu imtihon uchun ro'yxatdan o'tishning oxirgi kuni 6-mart kunigacha va to'lov qilish esa 7-mart kunigacha bo'lib o'tadi. Agar siz ham biologiyadan milliy sertifikat daraja olmoqchi bo'lsangiz, Atomikani 3 oylik intensiv kurslariga qabul ochiq. Darslar 5-yanvardan start oladi. Hoziroq joyingizni band qilish va maxsus chegirmani qo'lga kiritish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring. Ha, aytgancha, imtihonga bir martalik to'lov narxi 556.200 so'mni tashkil qiladi.